Bir hukmdor yashar edi ul zamon, nayzadorlar cho'li ungadir makon. Tagi toza o'zi ko'p yaxshi kishi, shohlikda yazdondan cho'chimoq ishi. Mardos erdi uning musaffo nomi, ehson, yaxshilikka jo'shar ilhomi. Otam berib yubordilar. Baraka topsin. Oting nima bolakay? Yusuf. Aqlli bolaga o'xshaysan. Kel, o'tir. Bir hikoya aytaman. Biz 3 o'rtoq edik. Kun tug'di, sifati odil edi. Oy to'ldi, sifati davlat va men o'zg'urmush, sifatim qanoat. Sendayin vaqtimizda ko'p voqealarni boshdan o'tkazganmiz. Juft. O'sha kuni biz 3 o'rtoq tabuk o'ynayotgandik. 5 juft, 6 juft, 7 juft, 8 bosqinchilar! Qochdik! Endi nima qildik? Bizni qo'yib yuboring! Jambollaring! Haqsizlik qilyapsiz. Yosh bolalarga kuchingiz yetdimi? Baribir bizni yenga olmaysiz. Ko'ramiz. Hali pushaymon bo'lasiz. Jim ketinglar deyapman. O'zg'urmush, sen ham bir nima de. Tilingni avayla, omondir boshing. So'zingni avayla, uzayar yoshing. Qancha yurdik bilmaymiz. Bizni uzoq-uzoqlarga olib ketishgandi. Voy! Endi nima qilamiz? Ha, sizlarni Iroqqa qul qilib sotamiz. Turk bolalariga xalifalikda talab kuchli. Biror joyga ketib qolmanglar. Bir harakat qilib ko'rsak-chi. Zindondan chiqish yo'lini topishimiz kerak. O'ylasak, yo'li topiladi. Mana bunday chiqsak-chi, to'g'ri bo'larmikin? Lekin bir-birimizni ustimizga chiqsak ham qopqoqqa yeta olmaymiz. Nima qilamiz? Pul bo'lsa, soqchini sotib olardik. To'g'ri aytasan. Shu yerda biroz kutsak, otalarimiz ozod qilishga kelishar. Bu tala to'pda kim omon qolgani noma'lum. O'zimiz harakat qilamiz. Ha, shunday. Voy, qumursqami? Bu bechora ham zindonga tushibdi. Buni ham bir hikmati bo'lsa kerak. Shoshmachi. O'shanda Oyto'ldining fikri betayin tuyulgandi. Biroq ko'pincha dono fikrlar boshida ahmoqona tuyuladi. Qumursqa boqamizmi endi? Boqsak, ular ovqat izlab kelaveradi va yo'l ochiladi. Seningcha uchalamiz qumursqani iniga sig'amizmi? Ovqat yemasak, ozib ketib sig'amiz demoqchi. Yo'q, yaqinda yomg'ir yog'adi. Shunda qumursqalar ochgan yo'l orqali zindonga suv oqib kiradi. Biz esa kiyimlarimizga poxol tiqib, gupsar yasaymiz-da. Suv bilan ko'tarilib, zindonni tark etamiz. Ha, to'g'ri fikr. Nima? O'zimiz och o'tiramizmi? Qorning to'ysa 2 kunga yetadi. 2 yilga 1 ton kiysang, netadi? Ha, unda boshladik bolalar. Ana, aytgandim-ku, boshlandi. Bular baribir zindondan chiqa olmaydi-ku. Yomg'irdan panaroqqa o'taman. Yomg'ir yog'yapti. Qaranglar. Suv, ana suv. Har doim odam tepaga, suv pastga intiladi.
ikkalasining ham bor kuchi shunda. Gupsarlarni mahkam tutamiz. Bir-birimizni qo'yib yormaylik. Birlashmasak cho'kib ketamiz. Hozir suv ko'tarilsa, biz tezda chiqib olamiz. Ko'tarilyapmiz. Ana bo'ldi. Mahkamroq ushla. Ozgina qoldi. Ana, yetib qoldik. Yana ozgina Chiqyapmiz. chiqyapmiz. Sekin. Eshitib qolmasin. Ketdik. Qani, o'la qol. Qutuldik bolalar, ketamiz. Ketdik. Biz qayerdaligimizni bilmasdik. Na ulovimiz va na osh-ovqatimiz bor. Lekin aqlimiz, sabrimiz va birligimiz bor edi. Shular yo'l ko'rsatishiga ishonardik. Otam aytgan, choshgoh paytida quyoshga teskari tursang, o'ng qo'ling tomon mashriq, chap qo'ling tomon mag'rib bo'ladi. Bosqinchilar bizni Iroqqa sotmoqchi edi. Iroq esa mag'rib tomonda. Demak, vatanimiz mashriqda qolgan. Yomg'irdan keyin suv ko'paygan. Qayiq yasaymiz. Qanday? Men bilaman. Qayiq yasashning qoidasi oddiy, tenglik va muvozanat. Biroq aytishga oson, tenglik ko'plarning qo'lidan kelmaydi. Kuntug'da esa buni uddaladi. Shunda bildim, unda yurtni boshqarish qobiliyati bor. Voy. Xo'sh. Hoppa. Buni kim boshqaradi? Ana, Men, Odil, oldiga chiq. Qanoat, quyruq tomonga o't. Men o'rtada eshkak eshaman. o'quvli kishilar suyukli bo'lar. Bilimli insonda buyuklik bo'lar. Suvga sakraymizmi? Nima bo'lyapti? Kim chayqatyapti? Suvga sakraymizmi? Xo'p. Jim, qimirlamanglar. O'zi tinchiydi. Ana bo'ldi. Ana shunday. Cho'ldan oshdik, dashtdan oshdik, osh-ovqatsiz, suvsiz qoldik. Hayvonlarni ovladik, hayvonlar bizni ovlamoqchi bo'ldi. Yo'l yursakdan mo'l yurib, vatanga yetib keldik. Keyin nima bo'ldi? Vaqt o'tib kun tug'mish Xoqon, oy to'ldi esa unga o'ng qo'l vazir bo'ldi. Sizcha? Ko'rib turibsan-ku, shu yerdaman. Do'stlaringiz yoniga chaqirmadimi? Chaqirishdi, bormadim. Men qanoatman-ku, ko'p narsa kerak emas. Borsangiz bo'larkan. Lekin bularni menga nega aytyapsiz? Sen biz to'rtovlon haqimizda doston yozasan. Uchalamiz deng. Yo'q, to'rtalamiz. Bu dostonda sen ham borsan. Odil, davlat, oqil va qanoat. Tugallik shu to'rtovning birligi. Men yoza olmayman. Yoza olasan. Mana shohnoma. O'qi, o'rgan, lekin o'z yo'lingda yoz. Voqeani emas, mohiyatini yoz. Qahramonlik ko'p, u haqda kitoblar ko'p. Lekin odob axloqsiz qahramonlik bo'lmaydi. Sen odob haqida yoz. Bizning zamonda bu juda ham muhim. Turkiycha bo'lsin. Turkiycha qo'pol-ku. Yo'q. Turkiy so'zlar yovvoyi kiyikka o'xshaydi. Ularni qo'lga o'rgatish kerak. Mayli bobojon, endi men bora qolay. Arabcha, tojikcha kitoblar bisyor. Bu o'z tilimizda yozilmish ilk bor. Haqiqatdan ham yillar o'tib, Yusuf turkiy xalqlarining iftixori bo'lgan saodatga eltuvchi bilim asarini yaratdi va xos hojib unvonini oldi. Bu asar 1000 yildan buyon nafaqat turkiylar, balki butun dunyo millatlariga odob axloqdan dars berib keladi.